2001-yil Paxtakor Neftchi 6-3 ana shu uchrashuvni menimcha texnika, yuqori dribling sohibi Boboyev yo'q, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Haqiqiy kurash yana hozir Mashal jamoasi a'zolaridan biri jarohat olgan ko'rinadi. Jasur Boboyev albatta to'p uchun kurash olib borish. Mana takror lavhani ko'ramiz. Boboyev to'pga biroz kech qoldi, lekin Dilaver Vaniyev to'pni raqib darvozasiga kiritishi mumkin edi. Mana endi Mirjalol Qosimov afsuslanmoqda. Himoyachilardan ana shunday tarzda to'pning o'tib ketishi juda kamdan kam hollarda ro'y beradi va Mashal futbolchilari ana shunday qoldirdi. To'p bu safar o'ng qanotga yetkazib berildi. Juda ham yaxshi. Boboyev xavfli vaziyat va to'p. Ana sizga vaziyat.